Avvalambor assalomu alaykum hammaga, tonggi salomlar. Muxlislarim, bobo dehqonlarim. Bugun mana kommentariyalarda nima o'qib chiqdim, ko'pchilik nima savollar beribdi. Hammaga yozib chiqqanini nima qilolmayman. Shuning uchun hammaga shetdan nima javobni berib qo'ya olaman. O'rtoqlar, pomidorni mana gullaguncha suv bermay turamiz. Chillasi mana chiqib bo'ldi. Xudo xolasa bugun kechqurun kechki salqinda suv qo'yaman. Mana gulla bo'ldi, yonboshima unaqalari bor, mana bachkilari, shularni olib tashlab turib suv beraman. Suvni ko'p talab qilmaydi bu. Nomiga cho'ldirib qo'yaman bo'ldi. Keyin mana bu oldingi o'g'itni o'rtoqlar, men bunga solib qo'yganman. Bunga sepmayman. Qo'lda ham ishlatmayman. Bu yerda to'lka tarni o'zi chiqadi, nima? Pula beradi. Sepilmaydi bu yerda mana. Mana bilalang mana. O havo ketyapti xolos mana. Mana. Bunga keyin agar buni qo'l bilan sepadigan bo'lsangiz, kirganingizda, ushaganingizda qo'lingizga bo'lib qoladi, hid uradi. Mana bunda parda o'zi urilyapti, par, to'lka pulayapman xolos. Buni sepilgan yo'q. Sepilmaydi. Keyin nimaga tashqari joylarga nima bilan kul bilan aralashtirib har joyga nima qilib qo'ysalar, qo'yib qo'ysalar ham bo'laveradi, lekin u issiqda yonidog'larni kuydirib qo'yish mumkin bayhlarini. Keyin o'rtoqlar, bu nima urug' tanlashda, ko'chat tanlashda iloji boricha o'zlaring chiqaringlar. Urug'ni ham, ko'chatni ham, urug'ni haligi ko'p saqlab turadiganlar suv bermasdan saqlab turaveradi bechoralarda, haligi qisib, o bir oy oldin bo'ladimi, bir 3 oy ko'ri ham o'tib ketadiganlarni ko'rdikda. Saqlab qo'ygan, bu yerga olib kelib ekkaningizdan keyin g'ovlab ketadi bu. Sirazi gullamaydi. Metdan gullamasdan mana bu yerga kelgandan keyin gullaydi bu. Mana o'z joylari, mana o'zimda qo'limda ekilgan nimalar mana. Bo'yapti mana, hali suv ichgan yo'q biron marta. Endi 1-2 kundan keyin suvni beraman. Shu. Keyin qurt tushib qolyapti deyapsiz o'rtoqlar. Qurtni birinchidan xalorapostdan boshqa dori emas, ovora bo'lmanglar. Xalorapos sepinglar, to'lka xalorapos. Uni qurt kelmasdan oldin sepib turish kerak. Iloji bo'lsa haftada bir marta. Haftada bir marta sepib tursalar, keyin qurt kelib kirib bo'lgandan keyin mabodo qurt keyin ushab turib qurtni, men o'sha qurtni olib turib doriga solib qo'ysalar ham o'lmaydi. Bu maxluq shunaqa bo'lar ekan ular. Shuning uchun ularni kegizmaslikka harakat qilishimiz kerak. Kelmasdan oldin xalorapos sepib turish. Xaloroposdan boshqa dorini sepmanglar. Bunday nimaga dorixonaga borsalar, xaloroposni qo'shadi, uning ustiga yana bir 10 ta 15 ta xuddi nima, mana o'zimizning aptekalarimiz shunaqa bo'lib qoldi. Hozir boshimiz og'risa, bitta analigin bizni paytimizda analigin bo'lardi. O'shanga hozir bir 10 ta 15 ta dorini ham o'kildi ham yozib beradigan bo'lib ketdi. Shuning uchun shiraga qarshimi, qurtgami bo'lsa o'rtoqlar, xaloroposdan boshqasi bekar. Yo bo'lmasam mana o'zimizni nima dehqonchasiga bo'ladigan bo'lsa, tovuqni go'ngi. Tovuqni bor, hamma uyda nima bor, tovuq bor. Ana o'sha go'ngni olib chiqib sepib qo'ying. Keyin meva daraxtlarga ham shira tushishni boshlagan hozir o'rtoqlar. U shira tushishda nima ota-bobolarimiz bilasizlarmi? Kir yuvganda mag'zavasini sepilardi. Shipitga mana bunday urib sepilardi. Endi o'zimizda mana hozir dori sepadigan apparatlar bor, haliga 15 litrliklar bor. O'shanga kuyib qo'yib, sodasi bo'lmasin deb uni o'sha kir sovun bilan yuvilgan mag'zava bo'lishi kerak. Hozir sovunlarda ham unaqa yo'q, ishqor yo'q, hid bor ama. Bu narsa kerak emas. O'sha o'zimizning sovunimiz bo'ladi, xazaystunning sovuni. Ana o'shani mag'zavasini olib turib, ayniqsa bodomlarni zo'r bosib ketyapti, shira bosadi hozir. Hozir juda sezon. Ana o'shalarga sepib beringlar. 3 kunda, 2 kunda bir sepib qo'yinglar. Kir yuvish bilan o'sha nimalar mag'zavasini bir narsaga olib qo'ysin. Olasizlarda sepib ketaverasizlar. Yana savollar nima bo'ldi ekan yana? Hurmatli o'rtoqlar, mana nima o'g'itlashimizda pomidorlarni ikkitasini o'rtasini ochamizda bir qoshiqdan selitra solamiz. Mana bir qoshiq selitra. Mana
Mana endi keyingisiga. Mana shuni ikkini o'rtasida bo'lsam, birontasiga yaqin bo'lib qolsa o'rtoqlar srazi quriydi. Qarab o'tirmaydi, aqa-baqa dehqon nima qilyapti ekan demaydi. Qurib qoladi o'rtoqlar. Shuning uchun hushyor o'yinglar mana shisiga. Mana buni solib qo'yganimdan keyin 2 kundan keyinmi, 3 kundan keyinmi suv beraman. Suv. Mana shu gullar nima ochilib olgandan keyin suv bersak, yana ham yaxshi bo'ladi. Mana bularimiz ochilishni boshlash uchun 3-4 kunda, 4 kundan keyin bemalol suv bersak bo'laveradi. Yana keyin o'rtoqlar, bir qop o'g'itimiz mana 200 mingdan oshiq bo'lsa kerak menimcha. Uni o'rniga mana 300 mingga bir pritsep go'ng beryapti. Mahalla o'g'it beradi. Chorvachilik fermerlarda ko'p. Shuni olib qo'ysak ham yaxshi bo'ladi o'rtoqlar. Arzon bo'ladi. 3 tonnaga yaqin mineral o'g'it mana shu o'g'itimizdan 1000 marta afzal. Lekin buni ham me'yori bor. Buni ko'pi bo'lmaydi. Mana shu bir qoshig'i yetib ortadi mana shularga. Bo'ldimi? Endi o'rtoqlar, haliga mana ularimizni qurib qolmaydi. Bular xudo xolasa yozga borgandan keyin qurib qolyapti. Keyin mana kartoshkadan keyin ko'chat ekamiz, pomidor ko'chat ekamiz. Ana o'shanda u pomidorlarimizni hamma aytayapti, bir narsa yeb qo'yapti. Bir narsa mana bunaqasini yeb qo'yapti. O'zagini mana. Yangi chiqqan mana shu. Mana shuni yeb qo'yapti ekan. Uni keyin bildikki, bu qurt bo'lar ekan, kechasi chiqar ekan qurtlar. Chiqib, to'lki ana o'shasini yurar ekan, o'zakda yurar ekan. Unga xalaraposam urib ko'rdik, unday boshqa dorilarni ham urib ko'rdik. Bo'lmadi, effekt bermadi. Oxiri bildikki, mana xamir turishga o'xshagan soda droj deymiz, pachkada droj. Xuddi o'shani rangiga o'xshagan, xuddi o'sha drojga o'xshagan bir dori bor ekan. Nomini esam hozir menga nima bo'lib ketadi, reklama bo'lib ketadi. Ana o'sha doridan bor ekan o'rtoqlar. Ana o'sha dorini sepdik. Nima o'tgan yili. Xudoga shukr. Bo'lmadi, qurt tushmadi, ana shu qurtlar tushmadi. Unda oldingi yili biz ham o'sha nima pant yedim men ham. Har bola sepib ko'rdim, bo'lmadi. Lekin hozirgi vaqtimizda xalaropos bo'laveradi hozir. Issiq olmaydi havo unchalik. Issigandan keyin dorini ham nimasi nima bo'lib qolarmikan yo ular nima bo'lib ketami, kuchayib ketamikan qurtlar. Shunaqa gaplar o'rtoqlar. Endi o'rtoqlar men aynaqa ishlayman. Sug'orishga tayyor bo'lyapti. O'sha 40 kun, kamida 40 kun bo'lsa mana 3-4 kun oldin ko'rgansizlar, chopiq qilgandik mana shularni. Mana o'sha nimalarimizda holati mana. Endi bularni bir 10 kundan keyin sug'oramiz. Kamida 10 kundan keyin. Mana gullarni endi bular berishni boshladi. Shunaqa gaplar o'rtoqlar. Birodarlar, ham muxlislarim. Bo'lmasam sizlar bilan endi xayrlashib ko'ramiz-da, qisqa oz o'sha bilgan kommentariyalaringda nima qilib turib javob beryapman. Yana ko'rishguncha salomat bo'linglar. O'sha meni gapim gap, dehqonchasiga bu tomoni. Xolagan like bossin, xolagan like bosmasin, bemalol ovrinmayman. Chunki men dehqonman. Dehqonga barakani yaratganda o'zi beraveradi. Salomat bo'linglar.